Всем привет, man qadrli любимчиklarim. Bilaman, juda ham ko'pchilik mana avvalgi videolarimni sog'ingan, ovqat qilish, uy tozalash, hammasini. Shu sababli yana ovqat qilib video olishga qaror qildim. Bu kuni men somsa qildim, video olib qo'ydim, lekin montaj qilib qo'yish esimdan chiqib ketdi. Mani xo'jayinim xamirli ovqatni juda ham yaxshi ko'radi. Shu sababli somsa, xonim degan ovqatlarni ko'proq qilish kerak uyimizda, lekin men ja ko'p qilmayman. Ora-orada qilib berib turaman. Mazasi bir oyga yetadigan qilib. Ikki xil somsa qildim, oshqovoqli, qiymali qildim. Yaxshilab xamirlarni yoyib oldim. Kichkinaroq xamir oldim, chunki biz kamchiligimiz yonimda o'tirishni termulib, meni gapga solib, zerikib qolmasin deydi-da. Sizlar kommentariyaga yozib ketinglar, xo'jayininglar nima ovqatni yaxshi ko'radi. Aytgancha xo'jayinim deb gapirsam, bittasi kommentariyaga yozib yuboribdi, "Nadayal qildi xo'jayinim deb bitta shunda bordi, xuddi bilmadim-ku ya negativlarga gap topib bo'lmaydi. Erim deb gapirsam, chiroyliroq qilib gapirgan xo'jayinim deb deydi. Xo'jayinim desam, bilmadim, ersirab qolgan, zo'rg'a turgan ekan deyishadi. Xo'jayinim deb gapirish kerakmi, erim deb gapirish kerakmi? Aytib ketinglar kommentariyada, o'rtoqlar, iltimoslarda. Erim deb gapirish qo'pol tuyuladi men uchun, shuning uchun xo'jayinim deb gapiraman. Buni nimasi yomon bilmadim. Ha, mayli, sizlar bilan gaplashguncha mana 2 list somsamizni ham tayyor qildimda, sraz pechga jo'natdim. Pishgandan keyin videoga emas, rasmga olib qo'yibman. O'zingizlar baho berib ketinglar kommentariyada.